Bugun mashhurlarning go'zallik siri rubrikamizning ikkinchi soni va bugungi mehmonimiz Dono Alixanova. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bizning magazinimizga. Rahmat. Bilamiz, Dono Alixanova hozir eng kuchli biznes ledilardan, ekspertlardan. Bugun sizga ajoyib savollarimiz bor. O'ylaymanki, hammasini rost, aniq javob berasiz. Inshaalloh. Unda boshladik. Demak, birinchi savolimiz. Dono Alixanova o'zi qanaqa ayol? Ya'ni ko'ringanidikmi? Ko'ringandek qanday ayol? Har doim shunaqa jiddiymisiz yoki qayerlardadir? Yo'q, 90% jiddiy. Demak, o'zi tabiatdan jiddiysiz. Bu menga ham qiziq savol edi. Ikkinchi savolimiz, Dono Alixanovaning eng katta muvaffaqiyat siri nimada? Bitta ish boshlaganda oxirigacha bitta ishi, fokusi bitta joyga qaratishdi. Hozir o'zi nechta ish bilan shug'ullanasiz? Ko'p. Ko'p, a? Ko'p. 10 ta. Hammasiga ulgura olasiz. Yo'q, o'zim ishlamayman. Yordamchilar. Yordamchilar. Tizimlashtirilgan. Bekorchiman, o'shaning uchun bugun keldim. Demak, uchinchi savolimiz. Dono Alixanova, biznes bilan birgalikda go'zalligingizga tilojiz, chiroylisiz, yuzingiz zo'r. Qanaqadir uxotlar qilasizmi? Uxotlar qilaman, ha. Faqat o'zim sotib olmayman. Qanday ya'ni? To'g'risini aytsam, menga borib nimadir tanlab sotib olish yoqmaydi. Tayyor narsani kimdir olib kelib beradi. O'shani tushunasiz. Lekin uncha tushunmaysiz. Yo'q. No, yuzingizga uxot qachondan boshlagansiz? 20 yoshimdan. 20 yoshimdan. 20 yoshingizdan. Ko'pchilik ayollar o'ylashadi, hamma biznes ledilar faqatgina kosmetologga borishadi. Ya'ni yuzining ideallik siri faqat kosmetologiyada. Ular boradi, operatsiya qildirishadi, boradi nimalardir qilishadi deb o'ylaydi. Siz ham shunaqa protseduralar olganmisiz? Ya'ni yuzingiz formalarini o'zgartirib, hech nima qildirmaganman. Ya'ni hech narsa yo'q. Hech qachon hech nima qilmadim. Faqat qovog'im oldirgan, bo'ldi. Boshqa narsa qilmagan. Boshqa hech qanday plastik jarrohlik qilinmagan. Yo'q. No, yuzingiz zo'r lekin haqiqatan. Gel, bel, hech qanaqa botoks hech nima qilinmagan. Kosmetologga borib turasizmi? Boraman. Har qanchada? 2 oyda bir. 2 oyda bir. Eng meni bitta qiziqtirgan savol borda. Bilaman, siz doimiy odamlar e'tiboridasiz, ayollar e'tiboridasiz, o'quvchilaringiz, o'zingizga yarasha hamkasblaringiz bor. Ulardan tashqi ko'rinishingizga eshitadigan eng salbiy fikr qanaqa bo'ladi? Yoki bir qanaqadir savol, misol uchun shunaqa bo'lganmi deydi-ku? Qora kiyim. Qora kiyim, ya'ni ko'rinishingizga jihatdan. No, lekin doim qora kiyim deyurasiz haqiqatan ham. Nega? Bu prosta yoqqandami yoki o'zimga yoqadi? Avvaldan shunday. Farqi yo'q. Qora kiyim yoqadi. Eng salbiy savol shumi? Ya'ni qora kiyim nega kiyasizmi yoki qanaqadir boshqa savollar bormi? Har doim nimaga qora kiyim? Nega doim qora kiyim kiyasiz? Bu savol qiziq. Bugun ham xuddi shunday qora kiyimlarda. Shuncha ishingiz bor, ya'ni ishingiz ko'p, har kuni ertalabdan kechgacha ko'chada bo'lasiz. Va sizga bitta savol, umuman ham bo'yanishda, ya'ni make-up sohasida va uxotda eng voz kecha olmaydigan ikkita narsangiz nima? Dekorativ, ya'ni kosmetikani shart emas, uxodoviy qilaman, обязательно. Dekorativni siz bemalol yurasiz. Yuraman, bemalol. Ya'ni ko'chalarga chiqqaningizda bemalol. Hech qanday faqat kamera uchun bo'yanib berishim mumkin. Noqulaylik tug'dirmaydi. No, lekin ko'p ayollarga bu narsa noqulay. Ya'ni ko'chaga prosta uyda bo'lgan vaqtingizda chiqib keta olasiz. Bo'yanmasdan. Bo'yanmasdan men bemalol dars ham o'ta olmayman. Kimdir bo'yaning deb majburlamasa, men uchun nevashnik emas. Uxotdan eng ko'p qaysi nimadan voz kecha olmaysiz? Ya'ni eng ko'p nimani ishlatasiz? Mitsillarka. Ya'ni makiyajni o'chiruvchi narsa. Zo'r. Bizdan uxot olgansiz. Qanaqa ta'sir qilgan? Yaxshi. Yoqganmi? Yoqqan. No, Saryu kosmetikasi ham yoqadi desam. Qizlaringizni ko'rganman. Juda ham yevropeyskiy qizlar. Endi savol. Ularning bo'yanishiga yoki uxot qilishiga qanaqa qaraysiz? Menimcha hali maktab o'quvchilari. Bittasi 10-chi, bittasi 9-sinfda o'qiydi. Uxodoviy kosmetika har doim ishlatishadi. Ruxsat berasiz? Beraman. Yoshligidan. Yoshlikdan. Bo'yanishiga qanaqa qaraysiz? Oddiy. Hech qanaqa reaksiya bo'lmaydi. E'tirozlar yoki bu darajaga qanaqa erishgansiz ba'zi onalarga maslahatingiz? Chunki o'zimga doimiy zapret bo'lgan, o'zimga tushgan zapretlarni bolalarimga qilishga olaman. Xuddi shunaqa, bizning yoshligimizda qo'yishmagan. No, bu yaxshi. Siz bir oyda uxot uchun qancha ishlatish norma deb o'ylaysiz? 1 million, 2 million, 10 million?
Qancha? Yuz uchun menimcha uni qancha kerak bo'lsa shuncha yaxshi. Umuman birorta son ayting-chi. Mana siz uchun qulay pul. 3 million 4 million normalniy. 3 million 4 million. Bemalol bu narsani ishlata olasiz. Da. Dona Alixanova, bilaman, kuchli ekspertsiz, lekin bitta savol qiynaydi meni. Siz ham kimgadir nima deydi, kumir deydi-ku. Kimgadir qaysidir ayollarga havas qilish, kimdir yevropaliklarga, kimdir o'zimizni ayollarni kim? O'shanda inson bormi hayotingizda? Yo'q, ko'p. 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 Eng Ee, hurmat qilib o'sha kishiga nima deydi, juda ham taqlid qiladigan paytlaringiz yoki bo'lmasa qandaydir xislatlarini olishni xohlagan ayolingiz bormi? Bor, ko'p unaqa ayollar, lekin asosiy anaqada biznesda, biznesda eng yaxshi natijaga chiqqan hammani qaysidir xislatini olishga harakat qilaman. Mashhurlardan, biz taniydigan mashhurlardan. Umuman olganda anaqa nima deydi, birinchi ledi. O'zim uchun ko'rinish jihatidan sizni sohangizga yaqin bo'lgani uchun ularni ayta olaman. Именно skromniy, oddiy, unaqa makiyaj yoki boshqa narsa bo'lmasa ham oddiy chiroyli. O'sha joyini oladi. Bilamiz, siz kuchli biznes ledisiz va bu savolim hamma biznesni boshlamoqchi bo'lganlarga qiziq. Muvaffaqiyatli brend qurishning eng asosiy tamoyili nima deb o'ylaysiz? Brendga eng keraklisi bu ishonch. Ya'ni o'sha brendda orqasida kim turibdi va aynan bu brend odamlarga nima bera oladi? Qanaqa yordam beradi? Qanaqa yordam bera oladi? Agar lekin bitta narsa bor, hozir sal kosmetikalaringizni ichiga kirsam, bizdan ham bitta brend chiqarishim mumkin. Demak, bizning biznesimizni Dona opa o'g'irlab, bemalol o'ziga boshqa biznes qura olishi mumkin. Shuning uchun kamroq kelaman. Bu ham bir nima deydi, biznes g'oyalaridan bittasi desam-a. Dona opa hamma joyda o'tirsa, doimiy biznes haqida o'yladigan yagona ayol bo'lsangiz kerak, men tanigan har joyda. Mendan boshqa brend egalarini ham taniysiz, ya'ni kosmetika sohasida. Ularning nomini nima shart emas, lekin bizning qanaqadir farqli tomonimizni ko'rasizmi? Sarvini farqli tarafi bu siz deb o'ylayman. Chunki men har doim mana o'zim sotuv qilganim uchun brendda shu shaxsni orqasida, o'sha brend orqasida turgan shaxs muhim. Sizda o'sha unikalniy, ya'ni sizni xarakteringizga mos auditoriya yig'ilgan va o'sha tarafingizdan ustunligingiz bor deb o'ylayman. Chunki har bitta klientga individual yondashish har bitta biznes egasiga emas. Lekin no tarafi ham bor. Masshtablash qiyin. Shunday. Masshtab qilayotganda bu narsa уже murakkablashadi. No, bu sizda zo'r utopingiz, no masshtabda bu murakkab deb bilaman. Kengaytirishda juda ham malakali insonlarni talab qilamiz va mayda-chuydalarga e'tibor berishimiz kerak. Bu meni haqiqatan eng katta muammoyim. Endi biznesda masshtab uchun nimadirlardan voz kechamiz. Sifatni yo'qotmagan holda. Da, to'g'ri. Bu fikrni albatta o'zim uchun olaman. Bu men uchun ham katta maslahat. Dona Alixanova 5 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rasiz? 5 yildan keyin, 3 yildan keyin, ya'ni 3 yil vaqtim bor. 3 yildan keyin 40 yoshimgacha ishlayman. 40 yoshdan keyin ishlamayman, xudo xolisa. Alloh izni bilan, inshaalloh. Sayohatda. Demak, 3 yilda siz hamma narsani joy-joyiga qo'yib, Dona bilan sayohatda yurgan bo'ladi. Xudo xolisa. Dona Alixanova degan, demak, 3 yildan keyin, 5 yil emas ekan, 3 yildan keyin o'zini sayohatlarda ko'radi. Demak, ungacha hamma biznes inshaalloh hammasi joyida bo'ladi. Iloyim bizga nasib qilsin. Bo'lmasa Sarviya kosmetikasi 3 yil emas, o'sha 5 yillardan keyin qayerda ko'rasiz? Buni o'zi qulog'imga aytishingiz kerak, chunki hozir biriktirishni olib qo'yishi mumkin-da. Qayerda ko'rasiz? Sarviya kosmetikasi 5 yildan keyin respublika bo'yicha hamma joyda o'zini filiali bo'lishi tarafdoriman. Chunki bu biznes shunaqa biznes. Masalan, onlayn konsultatsiya qilsa bo'ladi, lekin har bir joyda unaqa katta showroom bo'lishi shart emas, lekin o'zini joyi bo'lishini tasavvur qila olaman. Agar men bo'lganimda hamma joyda filial ochishni. Faqat katta magazin emas, balki maslahat markaziga o'xshagan joylar bo'lsa, savdo onlayn tarzda, lekin maslahat joylari bo'lishi kerak. To'g'ri. Bu narsa zo'r, lekin haqiqatan ham ko'pchilik ayollar, viloyatdagi ayollar o'sha joyda bo'lsa qulay bo'lagan. Shunaqa. Inson bilan bundan buyog'iga o'sha odamlar inson bilan muloqotga zor bo'ladi-da.
Mana oldin bozorlarda savdo bo'lgan-ku, bozorlarda muloqot bo'lavergan, nima olib kelsak sotuv bo'lavergan. Bu yerga уже onlayn, sun'iy intellektlar hammasi bo'lganga, odam bilan gaplashishga nima bo'ladi? Zor bo'ladigan zamon keladi-da. O'shanda Sarvi kosmetikasi, masalan, kichkina o'sha showroom, maslahat markazi har bitta shu nima deydi, xo'jayiningizni to'liq tushuntirib bera oladigan odamlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu sizni qanaqadir muvaffaqiyat siringiz bo'ladi, chem boshqalarga qaraganda. Chunki hamma onlaynga o'tadi baribir. Demak, kutinglar. Naq 5 yildan keyin Sarvi Cosmetics hamma respublikada, xudo xohlasa qo'shni davlatlarda ham filial ochishlik nasib qilsin. Biriga ularni ochamiz, xudo xohlasa. Rahmat kattakon maslahatlar uchun, e'tibor uchun, kelganingiz uchun, hurmat qilib. Menimcha bu rubrikamiz hammaga qiziq bo'ldi, chunki ham biznes sohasi bo'yicha, ham go'zallik sohasi bo'yicha gaplashdik. Va sizga ushbu rubrikamizning oxirida o'zimizning maxsus boksimizni sovg'a qilmoqchiman. Bu boksimiz bizning bahoriy boksimiz hisoblanadi. Ya'ni bahor uchun ayol kishiga kerakli bo'lgan Sarvining bahoriy kosmetikasi hisoblanadi. Albatta o'ylaymanki, bu narsa sizga yoqadi. Ishlatib, mazza qilib, yanada go'zallashib yurasiz degan umiddaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bu sizga. Bugungi suhbatimiz juda ham ajoyib o'tdi. Doimo go'zallikdan ilhomlanib, orzularingizdan albatta umuman voz kechmang. Aytgancha Sarvini kuzatishda davom eting.